Her bir tabletkelerden xardınız mı? Balanıza dori içirish sizlardan problemami? Zo'r yechimini topdim bu narsalar. Endi o'zingize, farzandingiz uchun tabletkalar emas, ovqatni o'zini to'g'ri aralashtirib ichilaveradigan vitamin komplekslar xohlasangiz sizlar uchun hali O'zbekistonda Xorazmda yangilik bo'lib turgan Vito svechalarni tavsiya qilaman. Bular nuchuk kasalliklari davo bo'ladi. Bugungi kunda fito svechalarimiz grippdan tortib to 4-stepen onkologiyagacha o'z vazifasini bajarib beradi. Xorazmda yangilik deb aytdik buni. Bu butun Xorazmda, butun O'zbekistonda bu fito svechalarimiz yangilik hisoblanadi. Chunki bizning xalqimiz biladi, aslida fraksiyasining bizda suyuqlik varianti bo'lgan. Lekin u vita-aptekalarda sotilgan. Aynan insonlar uchun bugungi kunda bizda asidi fraksiyasining ham svecha varianti, ham kapsula varianti ishlab chiqildi va bu O'zbekistonda yangi va Xorazmda yangi. Necha yoshdan foydalansa bo'ladi? Buni biz svecha variantini 1 yoshdan tortib 100 yoshgacha tavsiya qilamiz. O'zini dozalari bor, yonimizga kelsa tushuntiramiz. Demak, grippni oldini olish uchun ham, ko'p kasalliklarni oldini olish uchun ham foydalansa bo'ladi, to'g'rimi? Grippni oldini olish uchun ham, masalan, biz farzandlarimizga bir xil paytlarda siroplar yoki tabletkalar ichqizishga juda ham qiynalamiz. Shu paytda biz 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lsa, bitta svechani yarmini unga foydalansak, to'g'ri ichakka so'riladi va darrov bizga temperaturasini tushirib berishga yordam beradi. Yana qanday kasalliklarga davo bo'ladi? Bizda fito svechalarimiz 1-nomerdan 14-nomergacha bor. Bu nomerlar qanaqa? Bu kakao yog'iga so'rilgan asidi fraksiyasini ichidagi preparati tarkibi o'zgarmasligi uchun kakao yog'iga so'rilgan va bizda nomerlangan 1-nomer ginekologiya, 2-nomer onkologiya, 3-nomer prostata adenoma, 4-nomer besplodiya, 5-nomer pochka va shunday gijjalar, gemoroylar, mastopatiya, mana shu eng og'ir kasallik saraton kasalligigacha bizda qo'shimcha mana shunaqangi fito svechalarimiz bor. Birgina svecha saraton kasalligining ham davosi bo'lishi mumkinmi? To'ppa-to'g'ri aytganingizdek, saraton kasalligiga ham yordam beradi. Chunki buning tarkibida aynan saraton kasalligi uchun kurashadigan preparatimiz bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Gijjalarida ham aytib o'tdingiz. Bugungi kunda yosh kattalarda hatto gijjalar bo'ladi. Buni demak, men hozir qaysi biridan foydalansam bo'ladi? Qaysi nomeridan gijja uchun? Ya xohlagan biri ta'sir etami? Yo'q, bizlar birinchi navbatda kichkina yoshdan boshlaymiz. Kichkina yosh farzandlarimiz uchun 1 yoshdan 10 yoshgacha asidi fraksiyasining svechasi va mana o'zi nomi bilan aytib turibdi, tikvinni qovoq urug'idan bo'lingan svecha va mana shu paytda yana 13-nomerdagi fito svechalarimiz bor. Mana shu farzandlarimiz uchun qo'llaniladigan fito svechalar hisoblanadi. Katta yoshdagilarga keladigan bo'lsak, aynan asidi fraksiyasi mana shu tikvinni va 14-nomerdagi gijjalar uchun, parazitlar uchun svechalarimizni tavsiya qilamiz. Zo'r. Keyin bu faqat qovoq urug'i gijja uchun emas, boshqa narsalar ham foyda bo'ladi, to'g'rimi? Organizm achishini qilib beradi. Qaytadan gapiray qo'ying. Mana bu qovoq urug'idagi fito svechamizni 1 yoshdan 100 yoshgacha tavsiya qilamiz. Chunki organizmdagi ichakning shilliq qavatidagi parazitlarni, ortiqcha musor shlaklarini tozalab berishda aynan shu svechamiz yordam beradi. Tushunarli. Obunachilar eshitib turibsizlar, endi menga qiziq bo'lib turibdi, hozirgi kunda gemoglobin ko'paytirilyapmi farzandimda, lekin qon ko'paytiruvchi dorilar ishni qatiradi deb aytadilar. Bundan ham davosi bor deb eshitdim. Ha, bizda davosi bor. Biz bugungi kunda farzandlarimiz uchun mana shu oddiygina bitta shokolad bilan asidi fraksiyasini berib turibmiz. Chunki bolalarni mana qurtga, gijjalarga qarshi ujular, sirop ichaverib, suyuqliklar ichaverib organizmi charchagan va bolalarda injiqlik xususiyati kelib chiqadi. Shuning uchun to'g'ri ichakka so'rilishi uchun va gemoglobinni oshirib, metabolizmni yaxshilab berish uchun aynan mana shu shokoladni biz tavsiya qilamiz. Aynan gijjalar uchun mana shu ikkisi juda yaxshi faoliyat ko'rsatib beradi. Bizga kelsa to'liq ma'lumot beramiz. Obunachilar yodingizda bo'lsa, yaqinda RAR akademiyasida bir kichkinagina bir 6 yoshli qizni gaplatmadim. Bu ruscha hamma tillarni bilib, gap boshlamasdan burun javob qaytarib turadi. Dim chaqqan qiz. Aynan bu akamizni qizlari ekan. Nishatib bu qizingiz bu daraja aqlli deb savol berganimda shu narsalarni foydasi deb aytdilar.
Bu Man mana shu RAR akademiyasida o'qib faoliyat ko'rsatib kelayotgan 7 yashar o'g'lim bor, 6 yashar qizim bor. Men ularga 3 yoshdan beri mana shu biologik aktiv qo'shimchalardan foydalanib kelganman. Va aksiga olib qizimni 5 oy oldin unda gijja borligi ma'lum bo'ldi. Bir xil gijja emas, insonda 300 xil qurt bo'ladi va kamida 3 xil, 5 xil gijjalar bo'ladi. Shu paytimda men oilamga bu yaxshi bo'lib kirib keldi va aynan qizim uchun mana shu ikkita svichani foydalanib va unga qo'shimcha shokoladni foydalanib, uni gijjalarini to'kishga muyassar bo'ldim va u maktabidagi eng olachi qizlardan hisoblanadi. 5 oy oldin boshladi. 5 oy ichida hozir gaplashib turibman. Haqiqatdan ham qizimda o'zgarishlar jolib bo'ldi deb aytib o'tdilar. Aynan bu narsalarni hali O'zbekistonga kirib kelgan yangilik va yangilikni birinchi o'zini farzandlarimda sinab ko'rgan ekanlar obunachilar. Aynan sizlar uchun realniy natija desak ham bo'laveradi shuni. Bo'ldi? Obunachilar, aynan ko'rib turganingiz fitosvichalarimizni Xorazmdagi rasmiy dilleri shu akamiz bo'ladilar. Murojaat qilaverasizlar, sayyoratga adlari. Buni boshqa Bu fitosvichalarni boshqa aptekalarda yoki boshqa odamlarning qo'llarida topolmaysizlar. Aynan mana shu svichalar kerak bo'lsa, menga murojaat qilasizlar va men sizga butun Xorazm bo'yicha dostavka qilib beraman va siz bilan maslahatlashaman va bizda vrachlarimiz faoliyat yuritibdi. Vrachlarimiz bilan maslahatlashgan holda aynan sizning kasalligingiz bo'yicha biz tavsiya qilamiz. Haqiqatdan ham gap bo'lishi mumkin emas. O'zim ham farzandim uchun, o'zim uchun kerakli bo'ladigan narsani olib ketjakman uchun desa, bizning oilamizdan eng katta problema bu ukol olish, dori ichish. Sizlar ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Hozir manzillarni qoldiraman, telefon raqam profillarni qoldiraman. Manzilimiz obunachilar Urganch shahrimiz markazida joylashgan Darital savdo majmuasini giraverishingizda yana ichamda. Bu yangilikni dori-darmon ichishni yomon ko'radigan obunachilarimizga yuborib qo'yamiz.